Hammaga xayrli kun. Xullas bugun uyda bor mevadan smetana qilib ko'ramiz. Mayda o'riklarni dekoratsiya uchun terib oldim. Uyda qarasam sliva ham bor ekan, uni ham oldim. Bundoq qaradim, olma qo'shaymi dedim, lekin qo'shgim kelmadi. Menga banan kerak edi. Hovlida balkim bananam bordir dedim, keyin mayli uydagi bananni olib qo'ya qoldim. Fartuklarni kiyib olib ishni boshladik. Endi kroshka qolib, bitta tuxum chaqib olamiz. Qaraydi, yurakchi bo'lib qopti. Nachinkasiga bitta smetana, 4 ta tuxum, vanilin va shakar kerak bo'ladi. Oldin smetana qilganimda malina bilan o'rik qo'shmasdim. Bu safar o'zim to'qib ko'rdim. O'xshasa yangi topilgan Kingslog ixtirosi bo'ladi, o'xshamasa oyimdan kalta yeb Kingslog yo'q bo'ladi. Ha, tayyor. O'xshadi. Nimani esimdan chiqarib qo'yganimni kommentariyaga yozinglar.